angish shafiq u mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulga tikandek oshiyon bo'lmas emish. Alisher Navoiy buyuk o'zbek shoiri, mutafakkir, davlat arbobi va turkiy adabiyotining asoschisi. U 1941-yili 9-fevralda Hirot shahrida tug'ilgan. Asl ismi Nizomiddin Mo'l Alisher. Navoiy yoshligidan adabiyotga, ilm-fanga qiziqqan. Arab, fors va turkiy tillarini mukammal bilgan. Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda tug'ilgan. Amir Temurning 5-avlodi. Farg'ona hukmdori Umar Shayxning farzandi. Bobur 12 yoshida taxtga o'tiradi. Bobur taxallusi, to'liq ismi Zahiriddin Muhammad ibn Umar Shayx Mirzo. O'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili hisoblanadi.